Nima taksi aytmaydi? Menga qarang, oijonni ko'rdingizmi? Qanaqaliklarini ko'rdingizmi? Onamni kimligini bilaman. Lekin seni undan ham yaxshi bilaman. Men qalbi oq, kristalniy mahallani eng oldi kelinlaridanman. Shu qalbi oq, kristalli degan so'zingda biroz shubham bor-da. Siz boshqalarning qaynonalari qanaqaligini bilasizmi? Yo'q, bilasizmi? Agar bilmasangiz, men sizga ko'rsataman. Ko'zingizni yuming. Ko'rsak ko'raveramiz, unda seni ko'zing yo'q. Mana kelar necha yildan beri beminat xizmatimizni qilyapti. Ota-onasiga ming rahmat. Mana pulni olinglar. Shaharni bir kayf qilib aylanib kelinglar. Oling, kelin. Kelin, ertaga tug'ilgan kuningiz. Bir ish qilmaysiz. O'g'lim, Laboyjon, mana pulga kelin nima istasa, o'shani olib berasan. Rahmat oyijon. ojon, men ham tug'ilgan kunimga bir pachka, a? Bolam, senga shimildirig'am yo'q. Qilib ishlasang, topasan. Umri yerganda. Pul quturtirdi uni. Demak, qara, pulingni ozgina ber, hammasini ishlatib yuborma. Buni menga oyijon berganlar. Jim turing, o'zi yetmayapti. Hurmatli mijoz, diamant do'konida nasiya savdosi ham bor. 12 oyga bo'lib to'lasanglar bo'ladi. Hammasini olaman. Sen bir kun yorilib o'lasan. Ko'rdingizmi? Odamlarning qaynonalari qanaqa? Mehribon, shedri. Ha, biz onamizchi. Meni qaynonammi? Ko'rsataymi? Yo ko'rsataymi? Ko'rsat, ko'rsat. Mana uni bir sumiga ham tegmasdan o'rikzorga borib bozorlik qilib kelasizlar. Oyi 50 gradus issiqda-ya. O'lmaysan. Kelin, ertaga tug'ilgan kuningiz ekan. Odam ham shunaqa bemahal tug'iladimi? Uyga 30 ta usta keladi. Itday ishlaysiz. 4 mahal ovqat qilasiz. Oxiridagi sizonezida. Ko'rdingizmi sizonez qanaqa? O'zingni qanaqaligini ko'rgim kelyaptimi? Ko'rsak ko'raveramiz, bizga boshqa farqi yo'q. O'lgunizcha. O'lgunimcha xizmatingizdaman. Ha, Zahar. Haligi oyijon, bugun oylik oldim-da, lekin bir tiyinni ham bermoqchi emasman. Ha, o'g'lingiz topgan puli ham meniki. Nima balo, uyda kamera bormi? Qandayligingni ko'rdingmi? Qanaqa dahshatligingni ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. O'zing qanday kelin bo'lsang, mana shunday qaynona uchraydi. Какой привет, такой ответ.